Urganch shahar Al-Xorazmiy ko'chada 3-etajda 3 komnatli kvartira yana sotuvga chiqdi. Ko'rib turganingizdek bir zal, Manning ulug'likdagi zal, hali sobstvenniy hovli joylardan ham topish qiyin. Uzunligi 770, eni 370. Ko'rib turganingizdek oboydan chiqqan, laminat qilingan, patologlar ham çok gətib zötülüngen gipsakardondan, konditsioneri bor, lustralari bor. Şu kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bu tarafdan aynadan qarasanızlar, Oblastma Banisa görünadi. Oblastma Banisa'ya yaqin. Benim podyezddan girish eshigimiz, bir de perxoshey qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, oboylari zakonli oboylardan chiqqan. Hali remont bo'lgandan keyin ham hali hech kim yashamadi. Bu yerda umumanligimiz bor ekan, shu yerda kichkina bir koridor deyin, shundan girish yeri qoldirilgan. Bu tarafda spalni, 2 dona spalnisi bor, bir de tualeti bor, bir de sanuzeli bor. Gençler endi hozir kuxnyani ko'rib chiqamiz. Kuxnyani ko'rib turganingizdek, kuxnya ham keng. Bundan undaysan ham где-то bir 3 dan ziyod eni bor. Oboylar ham qilingan. Past ham laminat qilingan. Kuxnyani mebellari bor. Bo'lgani bu yerda gaz plita bitishga qo'yasiz.